Navbatdagi darsimiz 18-dars. Ayirish mavzusi. Ega vazifani ko'ramiz. 8-misol. Chizma yordamida masala o'ylab toping va uni yeching. Bo'lar edi jami 60 ta. Aytayaptiki, mana shu jami 60 ta bo'lgan nimamiz bo'linyapti. Olxo'ri 12 ta, o'rik 21 ta. Unda terak qancha? Terak qanchaligini biz общий jamidan ayirib bilishimiz mumkin bo'ladi. Jami edi 60 ta. Ayiramiz. Qavs ichida olxo'ri bilan o'rikni qo'shib olamiz. 12 qo'shilgan 21 60 ayrilgan 12 ga 21 ni qo'shamiz. 2 ga 1 ni qo'shamiz 3, 1 ga 2 ni qo'shamiz 3. 60 dan 33 ni ayiramiz endi. 6 dan qarz berdi 10, 10 dan 3 isak 7. 5 dan 6 dan qarz ketgan 5 qolgan, 5 dan 3 ni ayiramiz 2, 27. Yani 27 ta terak olgan. Masalamiz, keyin biz masala o'ylab topishimiz kerak. Masalada aytayaptiki, jami o'rmonda 60 ta ko'chat bo'lib, ulardan 12 tasi olxo'ri, 21 tasi o'rik bo'lsa, qanchasi terak daraxti bo'ladi degan masala tuzishimiz mumkin va uni mana shu shaklda ishlashimiz mumkin. 9-dars. 9-misol. Jadvaldan foydalanib misollar tuzing va ularni yeching. Jadvalimizda nima deyapti? Jadvalga qaraydigan bo'lsak, birinchi qatorimiz berilyapti. A qator deb belgilanyapti va A ning teng bo'ladigan sonlar yozilyapti, qiymatlar. Birinchi misol 0 bo'lishi mumkin, keyingi ustunda 5 va ketdi hokazo. Keyin ikkinchi qatorga, bu birinchi qator, endi ikkinchi qatorga qaraydigan bo'lsak, o'sha A, endi o'sha A ga berilgan qiymatlarga 12 ni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bu yerda A ning o'rnida mana bu ustunda, ikkinchi ustunda A ning o'rnida 0 turibdi. Ya'ni 0 qo'shilgan 12 ishlashimiz kerak. Keyingisida esa A ning o'rnida 5 bo'ladi, qo'shilgan 12 bo'ladi. Shuni ishlashimiz kerak bo'ladi. Birdaniga biz ishlab javobini yozib ketamiz. Keyingi 3-qatorimizda 90 dan endi A ni ayirishimiz kerak. Ya'ni qanday bo'ladi? Mana shu ikkinchi ustunda A imiz 0 ga teng. Ya'ni 90 edi, ayirilyapti. A ning o'rnida 0. Keyingisida 5, ya'ni 90 ayrilgan 5 bo'ladi. Shularni ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, ishlaymiz. Birinchimiz yana 0 ga 12 ni qo'shsak, bu 12 bo'ladi. Keyingisida 5 ga 12 ni qo'shsak, bu 17. 10 ga 12 ni qo'shsak 22, 12 ga 12 ni qo'shsak 24, 18 ga 12 ni qo'shsak bu 30, 28 ga 12 ni qo'shsak 40, 31 ga 12 ni qo'shsak 43, keyin 45 ga 12 ni qo'shsak 7, 57. Yo 56 ga 12 ni qo'shsak, 56 ga 10 ni qo'shsak 66 va 68 bo'ladi. Keyingi endi 90 dan ayirishimiz kerak. 90 dan 0 ni ayiramiz, bu 90. 90 dan 5 ni ayiramiz 85, 90 dan 10 ni ayiramiz 80, 90 dan 12 ni ayiramiz 78, 90 dan 18 ni ayiramiz 10 dan 80, 80 dan 8 ni ayirsak 72, 90 dan 28 ni ayiramiz 2, 8 dan 2 62, 90 dan 31 ni ayiramiz 60, 59. 90 dan 45 ni ayirsak 45 bo'ladi va 90 dan 56 ni ayirsak 4, 8 dan 5 ni ayirsak 3, ya'ni 34 bo'ladi.